Bugun siz Avtoline kanalida ko'pchilikka juda yaxshi tanish bo'lgan, ayniqsa kichik biznes va kundalik foydalanish uchun juda mashhur mikroven haqida gaplashamiz. Bu 2026 Chevrolet Damas. Ushbu avtomobil ko'p yillar davomida o'zining soddaligi, ishonchliligi va juda arzon xizmat xarajatlari bilan mashhur bo'lib kelmoqda. Ko'plab haydovchilar va tadbirkorlar aynan shu modelni tanlashadi, chunki u yuk tashish, yo'lovchi tashish va kundalik ishlar uchun juda qulay. 2026 yilgi model esa klassik dizaynini saqlagan holda yanada yaxshilangan qulaylik va kichik texnologik yangilanishlar bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Avtomobilning tashqi ko'rinishi juda sodda, ammo juda amaliy tarzda ishlab chiqilgan. Old qismida kichik radiator panjarasi va an'anaviy faralar joylashgan bo'lib, bu Damas'ga o'ziga xos klassik ko'rinish beradi. Old bamper mustahkam va oddiy dizaynga ega bo'lib, kundalik foydalanish uchun juda mos keladi. Yon tomondan qaraganda avtomobilning balandroq tom qismi va to'g'ri chiziqlari ichki makon juda keng ekanini ko'rsatadi. Keng yon eshiklar esa yo'lovchilar chiqib tushishi yoki yuk ortish jarayonini juda oson qiladi. Orqa qismida katta eshik va sodda chiroqlar mavjud bo'lib, yuk ortish va tushirish jarayonini yanada qulay qiladi. Umuman olganda, Damas dizayni ko'proq funksionallikka qaratilgan. Ichki salon ham juda oddiy, ammo juda foydali tarzda ishlab chiqilgan. Old qismida haydovchi va yo'lovchi uchun qulay o'rindiqlar mavjud. Boshqaruv paneli ham juda sodda bo'lib, barcha kerakli tugmalar haydovchiga yaqin joylashtirilgan. Ba'zi versiyalarda oddiy audio tizim yoki radio tizimi mavjud bo'lishi mumkin. Salonning eng katta afzalligi esa orqa qismidagi keng joy hisoblanadi. Bu yerda bir nechta o'rindiqlar joylashgan bo'lib, ular yo'lovchilar tashish uchun juda qulay. Agar kerak bo'lsa, o'rindiqlarni buklab, katta yuk joyi hosil qilish mumkin. Shu sababli ushbu avtomobil ko'pincha kichik savdo yoki xizmat ko'rsatish biznesda ishlatiladi. Texnik ko'rsatkichlariga keladigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Damas odatda kichik hajmli benzin dvigatel bilan jihozlanadi. Bu dvigatel katta sport quvvatini bermasa ham, kundalik ishlar uchun yetarli bo'ladi va eng muhimi juda tejamkor hisoblanadi. Shahar ichida harakatlanishda avtomobil boshqaruvi juda oson. Kichik o'lchamlari sababli tor ko'chalarda yoki gavjum joylarda ham bemalol harakatlanish mumkin. Suspenziya tizimi ham yuk bilan harakatlanishga moslashtirilgan bo'lib, yo'l notekisliklarini yaxshi yutadi. Texnik tuzilishi oddiy bo'lgani sababli ta'mirlash va xizmat ko'rsatish ham juda arzon hisoblanadi. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, 2026 yilgi Damas o'z segmentida eng arzon mikrovenlardan biri bo'lib qolishi kutilmoqda. Bozor va konfiguratsiyaga qarab uning narxi taxminan 8,000 dan 11,000 dollargacha bo'lishi mumkin. Bu esa uni yangi biznes boshlayotganlar yoki arzon transport vositasi izlayotganlar uchun juda yaxshi tanlovga aylantiradi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Damas bu oddiy, ishonchli va juda amaliy mikroven. U yuk tashish, yo'lovchi tashish yoki kundalik biznes ehtiyojlari uchun juda mos avtomobil hisoblanadi. Agar sizga avtomobillar haqidagi shunday videolar yoqsa, Avtoline kanalini albatta kuzatib boring, chunki bu yerda siz avtomobil olamidagi eng yangi yangiliklar va qiziqarli sharhlarni muntazam ko'rishingiz mumkin.